2011-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti so'ragan ukalarimiz uchun maxsus mexanika korobka bilan jihozlangan ikkinchi paysi. Mashinaga mehr berib qo'ygan ekanlar. Oldi bilet yangi taqib qo'ygan ekanlar. Xo'p, yangi balon, Gentra diskalada, oldilar bo'ylari gerbli, Kurgoy tonirovka 10 oy почти ruxsatnomasi bor deb aytibdilar. Apshikalar, tarpetkalar yaxshi holatda turibdi, chexol poliklari bor. Ko'rishingiz mumkin, super konditsioner. Prebegi 261 ming yurgan ekan, mejigarlari bor, video registrator. 4-paketli beton gazlarni ham taqib qo'ygan ekanlar. Mashina yomon emas, yaxshi holatda turibdi. Shumkalari ham bor. Orqalarda pesочный faralar, bitta mana shu bamperida singan joyi bor ekan, o'zingiz uchun alishtirib olsangiz yaxshi holatga keladi. Gulshiter akropoch taqib qo'ygan ekanlar nasabkalarini. Mashina yaxshi holatda, motor, korobka, hado hech qanaqa texnik ishi yo'q deb aytibdilar. Bizani Suv Tekin kanalimizdan olib maza qila haydayman degan ukalarimizga bor yo'g'i 5250 bosib oringlar, kraskalari bitta